Dang'ara tumanining chegara oldi hududi hisoblangan Abdusamad mahalla fuqarolar yig'inida "Vatan yagonadir, vatan bittadir" shiori ostida ma'naviy, ma'rifiy tadbir bo'lib o'tdi. Tadbir davomida yoshlar do'stlik va hamjihatlikni, tinchlikni mustahkamlash mavzularida rasmlar chizib, buyuk ajdodlarimiz va qo'shni davlatlar mutafakkirlarining do'stlik va hamjihatlik haqidagi asarlari bo'yicha kitob ko'rgazmalarini tashkil etdilar. Tadbir tuman madaniyat markazi xodimlari ijrosidagi vatanni, tinchlikni madh etuvchi qo'shiqlar, xalq og'zaki ijodiyot asarlari va laparlar hamda dilrabo taronalar bilan davom etdi. Bayram kayfiyati hech qachon sizlarni tark etmasin. Hurmatli prezidentimizning tashabbusi bilan chegaramiz ochilgandan keyin mana o'zbek va tojik xalqlari o'rtasidagi do'stlik yanada mustahkamlandi. Bizni bordi keldimiz yana ham yaxshi bo'ldi. Abdusamad mahalla fuqarolar yig'inida bo'lib o'tgan ma'naviy, ma'rifiy tadbir millatlararo totuvlikning chinakam ifodasi bo'ldi.